attention, please. This is the final. Onasi o'zing yaxshi qara, bolalarni ehtiyot qilgin. Seni yaxshi ko'raman. Hojonim Dubayga ketarkanmiz dedi. Nima qilsam bu yerda samolyotda ko'rishamiz bor. Oyna bir minut uzr. Sog'lar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Kattalikmi mana shu 2 yashik pomidorimiz bor edi. Avval olasizmi? Yo'q, aka, uzr. Qata valyutaga yordam qilib yuboring, aka. Mana buni qishliga aralashtirmaydi. O'zbek poddeshimiz uyatmasa kerak. Naylasa bizni. Bratim, Yaxshimisan? Biznes klassda uchyapman. So'raganlarga ham yetib qo'ygan. aka ekonomga qatdan kiriladi. Men qayerdan bilaman? Ekonomda uchadigan odamga o'xshayapmanmi? Bor boshqasidan so'ra. Opa, to'g'ri tushuning, 1-2 kilo bo'lganda ham boshqa gap edi. 8 kilo og'ir deb o'tdi. Ukam san ham meni to'g'ri tushungin, 8 kilom qattimga qo'yaman hozir. Iloji yo'q, opa. Iloji bo'lsin, qanaqa qilib ayol kishiga iloji yo'q deb o'tirasan? To'g'ri tushuning. Tushunmayman. Bor xo'jayining